Oyog'ingizni tegi qattiq og'riydimi, unda bu retsept siz uchun. Oddiygina isiriqqa suv solib, gazga qo'yamiz, qaynab chiqishini kutamiz. Bu orada uyimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni Korzinka go'ilavasidan zakaz qilib yubordim. Sovuqda, qorda ko'chaga chiqqingiz kelmayotgan bo'lsa yoki sharoitingiz bo'lmasa, ishlaydigan bo'lsangiz, Korzinka go'ilavasi juda ham qulay. Birinchi 3 ta zakazga 250 mingdan oshsa, dastavkasi tekin va 30 ming so'mdan 90 ming so'mgacha chegirma bo'ladi. Albatta, sizlar ham zakaz qilib ko'ringlar. Undan tashqari, yangi yil munosabati bilan juda ko'p narsalarga chegirmalar, bayram yutuqlari o'ynalyapti va mashina ham o'ynalyapti. Albatta, o'ynab ko'ringlar. Omadinglarni sinab ko'ringlar. Uyga hamma mahsulotlarim 1 soatda eshigim tagigacha yetib keladi. Har doim broklindan bo'lsa, shu narsani tayyorlab ko'rmoqchi bo'ldim va zakaz qildim. Ishoninglar, mazasi zo'r chiqargan. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Videoni davomi bo'lsa, isiriq qaynab chiqqandan keyin 3-4 minut qaynagandan keyin o'chirasizlar. Suvini setkada shunaqa qilib olganingizdan keyin, ozgina sovigandan keyin iluvdan issiqroq suvga oyog'ingizga vanna qilasizlar va 15 minut o'tirasizlar. Undan keyin bo'lsa, oyog'ingizning tagiga minavazin surib olasizlar. Bir kunda orolga ketadi.